Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 31 avqustdan 2 sentyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragada chaqırilgan 26 navbatlik Munbar 2000 nomli xalqarалық muhokama yig'iniga alayda taklif bilan qatnashgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Uyghur Harakati Tashkilotining raisi Roshan Abbas va Uyghur Tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislar dunyoning har qaysi yerlaridan kelib mazkur munbarga qatnashgan yuqori darajalik arboblarga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari haqida keng doirada ma'lumot berish fursatiga erishdi. Ukraina prezidenti bu navbatlik munbarga tor orqali qatnashdi. Dolqin Aysa, Roshan Abbas va Abdulhakim Idrislar yig'in jarayonida Amerika prezidenti Joe Bidenning alayda yordamchisi, Amerika Davlat xavfsizlik kengashi demokratiya va kishilik huquq mulozimatining oliy direktori Robert Bershinsky apandim bilan ayrim ko'rishib, Xitoyning chegara halqıgan tehditlari 5 yildan buyon Uyg'urlar ustidan yurgizib kelgan irqiy qirg'inchiliklar to'g'risida atrofli suhbat elib bordi. Robert Bershinsky apandi Amerikaning sobiq prezidenti Obama davrida Amerika havo armiyasi qo'mondoni, Amerika Davlat Majlisi kishilik huquq, demokratiya va emgak idorasining Yevropa, Rossiya va Osiyo ishlar xizmatiga mas'ul bo'lgan bo'lib, u navbatda Oqsaroyda prezident Joe Bidenning alayda yordamchisi vazifasini o'tamoqda. Shu kuni Dolqin Aysa apandim Chexiya Davlat Majlisining raisi va Chexiya Kengash palatasi tashqi ishlar va davlat mudofaasi komitetining raisi bilan ayrim holda uchrashuv ilib berib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet'ning 31 avgust kuni e'lon qilgan Sharq Turkistonning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi dokladni cho'rdigan asosda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq to'sib qilishning chora-tadbirlari haqida muzokara ilib bordi. Bu navbatlik munbarning muzokara bo'limlarida yana Dolqin Aysa va Roshan Abbaslar Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida dokladlar taqdim qildi. Amerika hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissariyatının Uyğurlar haqqındakı doklatıga inkas qaytırıb, Xitay hökumətini Uyğur və başqa azsonliq millətlərə qarşı vəhşilikini dərhal toxtatışqa çağırdı. Amerika Aqsaray bayonotçisi Karen Jean-Pierre 1 sentyabr payshanba kuni qilgan so'zida BDT Kişilik Hüquq Komissariyatining 31 avgust çarşamba kuni e'lon qilgan dokladni qarshi oldiganligini ta'kidlash bilan birga Uyg'urlarga yurgizilayotgan vəhşilikning dərhal oyoqlash kerakligini bildirgan. U mundaq degan: Biz Xitoyni bu vəhşilikni dərhal toxtatishga chaqiramiz. Shundaqla mustaqil tekshiruvchilarning rayonga to'liq va to'solg'isiz kirishiga ruxsat qilishini talab qilamiz. 1 sentyabr kuni yana Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissariyatining Uyg'urlar haqidagi doklatiga inkas qaytirib, bu doklad bizning Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi andishlarimizni isbotladi dedi. BDT kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasi 31 avgust kuni Sharq Turkistonga oid dokladni oxiri e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmonlarni xohlagancha tutib qiyin qistoqqa elishi, ayollarni xo'rlashi va ularni tug'mas qilib etishi, oilalarni vayron qilib, ota-onalar bilan bolalarni bir-biridan ayirib etish qatorliqlar xalqaro jinoyat, ya'ni insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirish mumkin deb xulosa chiqargan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 1 sentyabr kuni maxsus yozma bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlar va boshqa azsonliq millatlar a'zolariga qilayotgan kishini qattiq cho'chitadigan muomalasi va xo'rlashlari tasvirlab berilgan bu muhim dokladning e'lon qilinganligini qarshi oldiganligini ta'kidlagan va mundoq degan: Bu doklad Xitoy hukumat organlarining Uyg'urlarga va Shinjondagi boshqa azsonliq millatlar va dinga e'tiqod qilguvchi ommaga qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqidagi andishlarimizni cho'nqurlashtirdi va isbotladi. Antony Blinken Amerikaning Uyg'ur masalasiga izchil ko'ngil bildiganligini ta'kidlab so'zini mundoq davom qilgan: Biz sheriklarimiz bilan shundaqla ommaviy tashkilotlar va xalqaro jamiyat bilan yaqindan hamkorlashib ziyonkashlik uchirg'uvchilarga adolat izlaymiz. Javobgarlarning javobgarligini surishtiramiz. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyatining mas'uliyatini davomli surishti qilamiz va Xitoyning naq tutilganlarni qo'yib berishga, g'oyib qilinganlarning oqibatini oshkorlashga hamda mustaqil tekshiruvchilarning Shinjong, Tibet va boshqa joylarda to'liq va to'solg'isiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishini talab qilamiz. Amerika hukumati Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan vahshiyliklarini tunji bo'lib 2021 yili 1 oyda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb jakarlagan edi.
Undan başqa yana Germaniya Tashqi ishlar ministrligi mazkur dokladning e'lon qilinganligi munosabati bilan 1-sentabr payshanba kuni rasmiy bayonot e'lon qildi. Ular bayonotida BDTning dokladi rayondagi vaziyatning haqiqatan andish qilishga tegishlikini isbotlab berdi degan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Xitoy hukumatiga chaqiriq qilinib, Xitoy Xinjiangdagi barliq kishilarning kishilik huquqiga to'liq kapolatlik qilishi va xohlagancha tutqun qilinganlarni darhol qo'yib berish kerak deyilgan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi mazkur bayonotda o'zlarining BDT doklati chiqargan xulosani Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sheriklari bilan muzokara qilganligini ta'kidlagan. Undan boshqa yana Avstraliya parlamentining tashqi ishlarga mas'ul ministri Simon Birmingham Avstraliya hukumatini harakat qo'llanishga chaqirgan. U bu vaqtdagi so'zida BDT kishilik huquq oliy komissarligi e'lon qilgan bu dokladdan keyin Avstraliya hukumati amni Xinjiangdagi vahshiyliklarda rol o'ynayotgan amaldorlarni Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash kerak degan. U mundaq degan. Hamda Avstraliya Albini hukumatining Xinjiangdagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi jazo yurgizishni o'ylashi intayin muvofiq harakat hisoblanadi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michel Bachelet'nin 31 Ağustos günü Şarkı Türkistan'ın kişilik hukuk ahval toğrısındaki dokladını e'lon qilganlik munosabati bilan 1-sentabr stansiyamiz tarafidan o'tkazilgan Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim mazkur doklad e'lon qilingandan keyin besildigan qadamlar haqida to'xtalib mundaq dedi. Hurmatli Dolqin Aysa apandi, BDT'nin 48 betlik bu dokladni oxiri e'lon qilishi Dünya Uyghur Qurultayı buluş sübütanlar bilen bunun keyin qanday qadamlarni elishni o'ylashyapsizlar. Yana bir necha yildan buran qonuniy jihatda Dünya Uyghur Qurultayı nihoyatda ko'p kuchida. Hamda bu doklad buningga tegim cho'ng yordam bo'lamdi. Bundan keyingi xizmat ya strategiyada bir o'zgarishlar bo'lamdi. Bu to'g'riliq so'zlar bersangiz rahmat. Hem de bu dokulat ilan kılandan keyin bizning qo'limiz texim uzun buludu, tilimiz texim uzun buludu. Biz Uyg'ur sotining qarorlari chiqqandan keyin davlatlarga nisbatan bir ziyorat boshlab, nurg'unlagan davlatlarning parlamentlarini bu Uyg'ur erk qirg'inchilik qarorlarini chiqarishga hukumat tirishib kelgan. Nurg'un davlatlarni ziyorat qildik. Hem biz bu faaliyetlerimizin tekimi utukluk bir şekilde yaparalayımız. Kıldıran işimiz tek hem de aldığımızda. Demek bir kolumuzda bir referans var, bir kolumuzda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın belgen hücreti var. Hem de bunu icra uzuş özlüğüdün bulmaydı. Bir kanunun buluşu ayrım, bir dokulatının buluşu ayrım, mevcutun buluşu ayrım. Onu icra kılış için davacı dava kılış gerek. Şunun okşaydıgan bir iş bu. Hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 51. katımlık kişilik hukuk kengeşinin yığını 9. ayının 12. günüsü başlanırdı. Bir ayga yakın devam kılıyordu. Bu yeni başlarını onur kelgen yeni kişilik hukuk Ali Komisarlığı ile başlandı. Hem biz bu 51. nöbetlik kişilik hukuk Ali kengeşinin yığını da Uygur meselesi hakkında məxsus bir yığın bo'lishini qo'lga keltirishimiz kerak. Çünkü bunu yıllardan beri tirishib kelyapmiz. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de Uygur qirg'inchiligi va yoki Uygur meselesi hakkında alayda məxsus yığın bo'lmaydi. Mesela Suriye'de uruş oldu, Ukrayna uruşları hakkında olsun va yoki muşun o'xshaydigan xalqarodagi cho'ng krizlar hakkında derhal yig'ilib mayli bilni bexatarlik kengeshi bo'lsin ve insan hakları kengeşi olsun yığın ötküzüldü. Ama hazırgıçı bu doğruluk bir yığın bulmadı. Bizi küçüldük. Hem de bunu ötküzüş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi Uygurlar meselesi hakkında ciddi alayda bir müzakere elip veriş gerek. Bu zorunluluk buldu. Bunun için tirişimiz gerek. Anın deyinken Birleşken Devletler Teşkilatı'nın məxsus temalar boyunca ciddi avallar boyunca belgeleydiğen alayda raportarlar var. Bunu Uygurca raportarını alayda xəbərçisi deb atsak bulamdı. Bu xəbərçi deyen biraz addi болып kalıdı. Ulanın alayda rolu var. Məxsus temalar boyunca alayda xadımlarını təyinleydi. Bu
şu tema boyunca tekşürüşlerini hep bardı. Anındaki baş katıpka, anındaki kengeshke ma'lumot sunudu. Bularning alay chiqargan dokladlari anındaki bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki karar eliş mexanizmida rol oynaydigan gap. Şunuga bu haqda alayda bir raportlarının teyinleniş gerek. Bunun için tirişimiz gerek. Anından keyin Dünya Emgek Teşkilatı var. Çünkü bu Xitayning ki bugünkü dunyoga besim qilayotgan, dunyoga hukm qilayotgan iqtisodiy kuchi. Xitoy bu yerda Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali, manfaat olish orqali qo'tidi. U yerda bir irqiy qirg'inchilik, garchi Birlashgan Davlatlar irqiy qirg'inchilik demagan bo'lsa, insoniyatga qarshi jinoyat. Bu nihoyat og'ir bir modda. İnsaniyat qarshi jinoyat ishlayotgan bir hukumat bilan normal ticari munosabat o'tkazish, ular bilan ticari munosabatlarni qilishning o'zi xalqaro qonunlarga xilof. Endi shuning uchun buni xalqaro emgak tashkiloti o'tgan chiqargan bir doklad var. Bugün biz doklad chiqqandan keyin bizning xodimlarimiz, bizning program müdürümüz Zumriyat Tay Hanım, İva ve fondumuzun reisi Abdücelil Ahmet Cenevede kalgan bugün xalqaro emgak tashkilotidan kurashdi. Bu hareketlerimizde başladık hem de. Bularni ciddi hareket götürüp xalqaro şirketlerini Xitoydan çekilip çıkışqa ticaret münasebetini uzishga qisishimiz gerek. Bu Xitoyning bevosita iqtisodiy Uyghur bir tarafdan qirg'inchilik qilib, yana bir tarafdan iqtisodiy manfaat ilişki bo'lmaydiganligini bildirishimiz gerek hem de. Çünkü bu hareketlerini qilish üçüncü birisi yana bir mesele nurg'un Uyg'ur muhacirlar chet ellardagi qiyin qisloq turayotganlar, qiyin ahvolda turayotganlar qo'g'dilinishi kerak. Bunun için Birleşken Devletler Teşkilatı mülteciler Ali Komiserlik hareket götürüş gerek. Her qaysi devletler Uyghur muhacirlerini Xitoyga qaytarib berdigan yani jinoyatchilarni almashtirish aqnamlari var. Bu jinoyatchilar Uyg'urning hammasini jinoyatchi deydi. Xitoy ashnaqning bilan qildi. Bu Uyghur o'zining hayotini qo'g'dab qilishayotgan Uyg'urlarning hayotini tahdid qilyapti. Bunun için bu to'xtamlar amaldan qilish kerak devletlar bilan Xitoy o'tirishdiki, çünkü Xitoy bu to'xtamlarni suiiste'mol qilyapti. Ondan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı, Muhacirlar Komutanlığı ve devletler, bunun imzo qo'ygan devletler 1951 mülteci to'xtamnomasi qo'l qo'ygan devletler bu Uyg'urlarni qo'g'dash mexanizmini qurib chiqish kerak. Demak, oldimizda qiladigan nurg'un amaliy qadamlar bor. Buning uchun tirishishimizga to'g'ri keladi. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.